Mana kilolar sotiladigan telefon bozorida. Mana sizga iPhone'larning xo'r holatlari. Ko'ring va zavqlaning. Xo'r bu. Xo'r deyman, xo'r bo'lib o'lyapti. Mana musor. Mana iPhone 5s degani shu bo'ladi. Onasini ko'rdi degani shu. Mana xola erinmasdan mana nimalarni yig'yaptilar. Mayda chuyda ichi oladi. Mana qoplarda mana. Avror Imomxo'jayev sharhlaydi mana. iPhone S'ni adabini mana shular bersin. Mana kontrabanda. Agar O'zbekistonda bo'lsa bularni oyog'ini yerga tekkizmay olib ketadi. Bu qilgan ishlariga oyog'ini yerga tekkizmay olib ketadi O'zbekistonda. Mana qo'laqada qo'ygan apparatlar mana. Nikellardiki. Nikellarning nimasiga. Mana xo'r bo'lib karobkalarda musor bo'layapti. Biznikilar jalab buni ilib olib turib nikel bo'lib yuradi sukalar. Mana yanada sharhlayapmiz. Birar soat vaqtimiz bor. Mana o'zimni telefonim mana ancha o'zi svalka bo'lib qo'ygan, o'zim ham almashtirib olsam yaxshi ish bo'lardi. Mana manigina ancha qiziq ekan bu sirkada ham. Manigina Zastiyansda ancha qiziq ekan. Va tanlabda qo'yib olsam bo'lar ekan. Sharhlagan. Yaxshiroq. Mana sharhlagan. Fotoapparatlar. Hindistonda buni ular naqd pulga oladi javob. Mana kimga orqasiga niqob kerak bo'lsa, qoplab olib borib beraman. Dash yurish qilyapmiz. O'rtoq kamerachi, qara yuringchi. Mana tuxumlar bilan birga yuklab oryapti telefonlarni. Yurgan yo'lda savdo qilib. Voy billah. Telefon sasiyapti telefon. Mana akam ham turibdilar mana. Bozorda yozib olib, mana sigar chaki soat bozori. Mana. 这个没电了。明天拿回来。